bir xona kvartira olib 300 dollarga arenda qo'yib qo'yaman deganlar uchun yaxshi variant chiqdi. Chilonzor Oqtepa Kuruk yonida Gulxaniy ko'chasi bor, to'g'ri Samarqand darvozaga olib boriladi. Shayxontohur ro'di, Pasportniy stolning ko'chasida boshlanishida bir xona malagabaratga 4 etajli domimizning 4-etajida. Shuna kirib yashaydigan, hozir 300 dollarga yigitlarimiz arenda turib turibdi ekan. Xolasalaringiz davom ettirasizlar, xolasalaringiz qayta kelishasizlar. Arzon avto kanalida egasi nomeri bilan 42500 dollarga arzon qilib beramiz. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda prikoshka o'ng qo'lda bir xonamiz. Akvaryumga almashtirib qo'yilgan, uy toza holatda kirib yashayverasizlar bemalol. Uy holati issiq ekan. Bu yerda kuxnyasi. Mebel texnikalarida gaplashasizlar egalari bilan. Adashmasam qoladi deyishdi. Konditsioneri bor, ikkita xonadonlik bor ekan, gazda ovqat qilinadi. Bemalol ovqat pishirib ovqatlanadigan joylari bor. Endi maydaroq bo'lsa ham sanuzili malagabaratkalarda shunaqa bo'ladi aksariyatida. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Eng yaqin metro Novza metro hisoblanadi. Bu mana Oqtepa Kuruk deyiladi mana shu yer. Bizning naqamiz mana 8-domda joylashgan. Lokatsiyasi yaxshi joyda. San umrga aloqa chiqib ko'rasizlar. Eng yaqin metro Novza metro hisoblanadi. Taxminan bir 2 ostanovkalik yo'l. Bu yerda narx-navolar shunaqa yuradi o'zi. 42500 dollarga gaplashib qo'ydik, pastdagilarni bilan. Arzon variantlarni o'tkazib bo'lmas uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.